Drabilkam zo'r joyini topdik. Optim aka. Optim joyda. Optim narxida chiqarib beramiz, xudo xolasa. Balki maza qiladigan joy kuzatuvchilar lekin. Bitta drabilka oldingiz, sizga qo'shib beriladigan narsa o'zingiz tushuntirib bering aka. Xo'p. 4 ta nasatka, bitta zaslovchi qoppog'i. Xo'p, bu nimalar qilib beradi? Mana shu yerdan ajrating. 6 ta drabilka. 3 ta, mana 6 ta. Mana shu yergacha bo'lgan drabilka. Mana shu qo'tishlaymiz. 24 soatlik aksiyaga qo'yib beramiz. Eng arzoni 1 million 400 ming so'mdan boshlab 13 million so'mgacha drabilkamiz bor. Akalar, bitta drabilka oladigan bo'lsangiz, ikkinchisini tekinga yutib olishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Hozir video davomida Umidjon akamizni o'zlari to'liq ma'lumotlarni beradi. Keling Umidjon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kevallaringmi? Xush kelibsizlar. Xudoga shukr, xushvaqt bo'ling. Qalay xalqimizning xizmatidan charchamayapsizmi? Xudo xolasa xalqqa xizmatdamiz. 24 ga 7 xizmatni olib boryapti, xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Men kuzatuvchilarimizga aytdim, albatta bitta drabilka olishsa, ikkinchisini tekinga olishadi. Bu haqida ham ma'lumotlar beramiz. Xudo xolasa. Agar xalqimiz videoda like bosib, kommentariy yozib, oxirigacha kuzatib tursa, bitta drabilka oladi, ikkinchisini tekinga olish uslubini o'rgatib qo'yamiz. Juda ham zo'r. Ikkinchi drabilkani nima qilaman deydigan bo'lsangiz, albatta yaxshilik qilasiz. Balkim yaqin insoningiz bordir yoki shu drabilkaga muhtoj tanishingiz bordir. Albatta berib o'zingiz yaxshilik qilishingiz mumkin yoki o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsani so'rab qolishimiz kerak kuzatuvchilarimizdan. Umidjon aka, albatta sizni qo'llab-quvvatlashlarini. Chunki kuzatuvchilar sizlar uchun albatta Umidjon akamizni o'zlari chiroyli narxlarda, sifatli narsalarni yaratib berishyapti. Sizlar ham kommentariyada omad yoki gap yo'q usta degan kommentariyalarda albatta yozib qo'ysalaring, Umidjon akamiz ham qandaydir bir motivatsiya bo'ladi. Xudo xolasa, biz ham xursand bo'lib, misol uchun drabilkaning narxlarini kundan kunga sindirib borilaveradi. Kundan kunga sindirib boriladi. Gap so'z yo'q. Xo'p, keling aka, mana shu drabilkalarimizni ishlab, ustida qanday qulayliklari bor, narx-navolari qanchadan, nima komplektida nimalar qo'shib beriladi, shular haqida ham gaplashib o'tib ketsak. Hamma videolarimizda shu doim birinchisida borib ishlab tushuntirib borilgan. Keling bugun natijadan boshlaylik. Birinchi ko'rsatib berishdan boshlaymiz. Birinchi natijadan boshlaylik. Xalqimizga natijasi yo'qsa, keyin bu haqida aynan o'sha drabilka haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bo'ldi. Gap so'z yo'q. Aka, keling, video boshidan aytib o'tib ketaylik. Manzil qayerda? Manzil Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod qishlog'ida. Xo'p, manzilni to'liq tushunib oling, hurmatli kuzatuvchilar. Mana shu somonlarda yoki mana makka poyalarni mana shu drabilkalar chiqarib berdi. Hozir chiqardik shuni. Hozir bitta tovarlarimiz bor edi. Ishlatib ko'rishdi, ma'qul kelishdi, olib ketdi. To'g'risi u yerdan video qilib qo'ya olmadik. Endi hozir sizlar uchun yana bir marta maxsus xalqimiz uchun, videomiz uchun, siz obunachilaringiz uchun xudo xolasa hozir shuni chiqarib, xalqimiz ko'zi oldida chiqarib ishlatib beramiz. Gap so'z yo'q, bo'ldi Umidjon aka, bitta chiroyli qilib chiqarib ishlatib ko'rsatib beramiz. Bu drabilkamiz haqida qisqacha ma'lumot. Bu drabilkamiz o'sha 4 kilovatli drabilkamiz. Xo'p, bez mahaviy holatidan chiqarib beramiz. Xalqimiz bizda hozir mavjud jami 8 xil mahsulotimiz mavjud. Mahaviyli, mahaviysiz xalqimizning qanday talabi bo'lsa, shunday talabiga binoan qilib beryapmiz. Hozir bu bez mahaviyda xalqimiz o'sha bez mahaviy yomon deyshadi. Xalqimizda shunday gap bo'lib qolibdi-da. Ko'p videolarda biz bez mahaviy holatidan chiqarib beramiz. Buni mana ikkalasi mahaviylik holatida. Gap so'z aka, keyin bitta narsani aytib o'tib ketishimiz kerak. Bu motori qanaqa? Alyumin mis? Xo'p, bu sohaga xalqimiz alyuminli variantini olgan yaxshi. Alyumin O'zbekiston sharoitiga mos tushadigan alyumin. Chunki O'zbekiston sharoitida to'klarimiz hozir aynan qishki kunida to'klarimiz past. Qish keldi deguncha, misol uchun mana elektr energiyamizda jicha ozgina uzilish holatlari bo'ladi. Shuning uchun eng past to'kimiz 147 gacha ishlayveradi. 220 to'kdan normal holatda uy sharoitidagi o'sha 220 to'kimizdan 147 gacha, eng pasti 147 gacha o'zim Namangan viloyatida ishlatib kelganman. Juda ham zo'r. Xudo xolasa ko'ramiz. Bo'lmasam boshlayverdik aka. Boshladik aka, bo'lmasam. Xo'p, birinchi o'sha o'tli mahsulotlarimizni chiqarib berishdan boshlaymiz. O'tli mahsulot setkasi molbob setkasimi, qo'ybob setkasi ekan bunda. Qolgan drabilkalardan farqi ham shundaki, hozir bitta narsani ko'rsatib o'taylik. Qulayligini bitta aytib o'taylik. Setkalari bizniki yonidan tushadi. Mana eng asosiysi ayollar ham misol uchun uyda misol uchun o'sha akalarimiz yoki o'sha bolalar yo'q bo'lib qolsa, o'zlari shunday olishadi-da, setkalarni misol ichini gaykani bo'shat, ichini och, motorda o'sha pichoqlarning oldiga qo'lini tiq, boshqa bo'lmaydi-da. Shuni o'ylab qoldi degan narsalar bo'lmaydi. Shuni yonida mana. Bo'ldi, tamom. 1 sekund. Buni ishlayotgan holatida ham chiqarib almashtirsa bo'ladi. Hali vaqtdan yutadi. Xo'p, bo'lmasam boshladik.
Aka hozir mana somonli mahsulotlarni ishlab chiqarib ko'rsatib beramiz. Aha, bo'ldi, xo'p bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Tortib kirib ketishlari zo'r ekan lekin. Ya'ni odamni o'zini betiga urmaydi changi mana. Hech qanaqa chang yo'q bu yerda. Mana ichida changda aylanishini ko'ryapsizlar? Mana ichiga so'rib oladi. Aha. Aka bir qator chiqargan mahsulotlar shuni ko'rsatib o'taylik-da. Kuzatuvchilar, qo'y bopida buni qo'yingizga Maydaligini qarang. Men hozir mushkul chiqarmaydi. Mana eski holati, ya'ni oldingi holat, mana. oldingi somon holati, mana farqini ko'ringlar. Kim eding, kim bo'lding deydi-yu. Shunday. Juda ham zo'r. Havochalarning ichidagi turbachalarni yorib tashlagan. Juda ham zo'r. Davom etamiz. Makka poyani ham bitta shuni. Makka poyani ham bir yo'l chiqarib yuboramiz, bo'lmasa. Makka poyani. Aka shuni bash bog'i bilan hamma holatini tashlab yuboraman. Bo'ldi. Umurjon aka, hozir bu qo'y bob setkasida makka poyani chiqarib yubordikmi? Shunday. Keyin bo'ling, nam ekan. Buni namligini. Aka buni qarang mana. Maydaligini, mayilligini qarang aka. Jaguar agar borib buni silyos qiladigan bo'lsa, mana shu holatda вообще zo'r chiqarib qo'yadi-da bu. Misol yoz oylarida makka jo'xorilar rosa pishganda bemalol silos qilib beradilar. Ha, silyos qilsa bo'laveradi bemalol. Ro'zg'ordan nima chiqsa xudo xolsa maydalab qilib beradilar. Donli mahsulotlarni bir qator ko'rsatib o'taylik aka endi. Bunda yorma holatda chiqaramiz, a? Bunda hozir yorma holatini chiqarib beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Yaqinroq kelib setkasini ko'rsating mana. Qanday setkada turibdi? Albatta ko'rishingiz mumkin. Yorma setkasida turibdi. Bu yerda mana sotali makkalarimizni sotali holatida chiqarib beramiz. Qattiq. Bilasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Kuzatuvchilar, albatta bu drabilkaga like bosmasalaring bo'lmaydi. Buni qarang aka. Qarang. Buni qarang. Sotali makkalarimizni holati. Qani endi o'sha. Mayin qilib yorma holatga keltirib tashladi. Juda ham zo'r aka. Gap so'zi, hurmatli kuzatuvchilar, o'zlaring ko'ryapsizlar chiqarishini, hammasi jonli holatda ketyapti. Bug'doy aka. Bug'doyda. Yaqinroq olib kelib ko'rsating, bug'doy do'koni. Endi buni kepak holatda chiqarib beramiz. Kepak holatiga qilamiz. Kepak holatda mana setkasini ko'rishimiz mumkin. Bo'ldi. Bitta chiqarib ko'rsatib beramiz. Aka buni tortishlarini bir qator ko'rsatib o'tasiz. Ha, tortishidan bitta kelib ko'rsating mana. Mana. Tortishlarini qarang. Tortishini, kirib ketishini. Agar to'ldirib qo'ysangiz, bu chiqarib olib ketaveradi bemalol. Mana bu tomondan chiqishini. Zo'r. Aka buni qarang. Kuzatuvchilar, kepak holatda bug'doyda mayga qilib tashladi. Mana Undan sal yirikroq holatda. Mana hozir bug'doyni o'zini olib ko'rsatamiz xalqimizga. Mana aka, mana bug'doy holati, mana bu kepak holati. Kepak holati. Teret qilasizmi yoki mollaringizga ratsion tuzib berasizmi? Farqi yo'q. Ishlab beraveradi. Hech qanaqa molni go'ngidan chiqib ketadigan darajada emas. Juda ham zo'r. Keling, bir chekkadan 3 tasini narxini aytamiz. Bir qator aka, xalqimizga narxini xudo xolasa aka, buni tan narxi 3 million so'm. 3 million so'm. Buni asl tan narxi 3 million so'm. Xalqimizga, siz obunachilaringizga, sizni kanalingizdan kelgan obunachilarga xudo xolasa buni narxini anchagina arzon qilib beramiz. Qancha qilib? Narxini sindirib beramiz. Qancha? 4 kilovatlik o'sha drabilkalarimizni aka bo'ladigan narxini sizga o'sha 2 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. 2 million 400 2 million 400 ming so'mdan. O'shanda 600 ming so'm tushib qo'yapsiz. 600 ming so'm tushib beramiz.
Yangi yil aksiyasi albatta. Yangi yil aksiyasi xalqimiz o'sha like bosib, kanalimga obuna bo'lib tursa, xudo xolasa aka, bundan-da o'sha tushib beraveramiz narxlarni. Gap so'z yo'q. Akalar, maza qiladigan joyda albatta like bosib, kommentariyada ustani rag'batlantirib, chiroyli kommentariyalarni yozib qo'yishlaring mumkin. Xo'p, 2 million 400 ming so'm qildingiz. Buni qancha qilamiz? Xo'p, endi buni o'sha motorlari sal kichikroq variantlari bo'ladi. Hop, motorimiz o'sha kilovatlar 3 kilovatli motor bo'ladi. Bunisini narxini hop 2 million so'mdan qo'yib yuboramiz aka. 2 million qo'yib yuboramiz. 2 million so'mdan qo'yib yuboramiz. Kuzatuvchilar, buni asl tan narxi 2,5 million so'm. 2,5 million. Sizni obunachilaringizga 2 million so'mdan berib yuboramiz.